Hurmatli vatandoshlar, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Vatandoshlar jamoat fondi va ma'rifat targ'ibotchilari jamiyati hamkorligida Salom vatandosh mega loyihasi dasturi doirasida Yangi O'zbekistonga qanot bo'lamiz ijodiy videoroliklar tanlovini e'lon qiladi. Tanlov quyidagi yo'nalishlar bo'yicha o'tkaziladi: vatanparvarlik va insonparvarlik g'oyasini ilgari surish, burch va sadoqatni namoyon etish, vatanparvarlikka sohaviy yondashuv, Vatanim mening nigohimda, Yangi O'zbekiston fenomeni yoshlar nigohida, vatandoshlar tomonidan yangi yaratilgan 3 daqiqadan oshmagan ijtimoiy videoroliklar qabul qilinadi. Yakuniy natijalar nizom bo'yicha hakamlar hay'ati tomonidan aniqlanib, birinchi o'rin uchun iPhone 15 Pro Max, ikkinchi o'rin sohibiga notebook, uchinchi o'rin sohibi esa planshet bilan taqdirlanadi. Videoroliklar joriy yilning 25-noyabriga qadar quyidagi Telegram bot manziliga yuborilishi lozim.